Assalomu alaykum. Narx-navolar kanali obunachilari. Mana bugun Unico do'konimizdan bo'lsa, Attiq talabasi People City yozuvi tagida joylashgan Unico magazinimizdan multikulturlar haqida chiroyli ma'lumotlar berib o'tamiz. Bo'lsa xalqimiz bilsin. Hozir bir mijozimizga Zver 7 ot kuchlik 93 kilolik multikulturdan sotdik. Shunaqa multikulturlar kerak bo'lsa, inshaalloh aloqaga chiqib olasizlar. Men sizlarga esa hozirgacha bunda bor mahsulotlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Avangard dizelli multikulturimiz 9 ot kuchlik 178 qo'shilik bo'ladi. Sifat kачестволari juda yaxshi bo'ladi. Bu yilda yakuniga xudo xolasa inshaalloh bo'lsa xalqimiz uchun skidkalar qilib narxini 7.500.000 so'm qilib qo'ydik. 7.500.000 so'm salerkalik traktor, benzinlik, brizi mana ko'rishingiz mumkin. Benzinlik 9 ot kuchi, 177 motor, korobkasi ham 9 tali bo'ladi, 5 starter fasoni. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 6,5 million so'mdan qilib beramiz. Bakkiga ahmad qilmaysizlar, chunki yaxshida keladi, pachga bor xudo xolasa. 6,5 million so'm benzinligi. Bundan keyingisi esa 7 ga 7. Buni 7 ga 9 ni ham ko'rsatib o'tiramiz. Chrome 2 modelimiz. Starterlik bo'ladi. 7 ga 7. Turbo filtrlar bor, 612 balon. Korobkalarni ko'rishingiz mumkin. Sifatlari juda a'lo bo'ladi. Sifat kачестволari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, starterlik bo'lgani uchun balonlar kattalashtirilgani uchun buni narxi 6,5 million so'mdan sotilyapti. Bular narxini ham xudosi mijozlarimiz uchun 6 million so'mdan qilib qo'ydik inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqib olasiz. Bu 7 ga 7si bo'ladi. Bir xil bu narsani 9 taliga deb soting yo'q, hatto. 9 taligi mana ko'rsatib o'tamiz. Xuddi shuni Chrome 2 9 taligi frezeri mana. Shesigalarni ko'rsatuvni qalin bo'ladi. 7 talikki ingichkaroq bo'ladi. Shu narsaga ahamiyat qilasizlar. Motor 7, korobkasi 9 talik. Starterlik model bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 7 million so'm qilib beramiz. Chrome 2 brend, eng yaxshi germanskiy standart bo'ladi. O'zi korobkalarga nimalarga uyib turib yozilgan. Og'irliklari keladigan bo'lsak, og'irligi ham 146 kilogramm, 7 ga 9i 128 kilogramm, 7 ga 7si. Oddiy misol 7 ot kuchli traktor 65 kilogramm bo'ladi. 7 ga 7 bo'lgani bilan sifat kачестволari juda yaxshi bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Bundan keyingisi esa 9 ga 9 Lion starterlik 612 balonliklarimiz bor. Buni ham narxini xudo xolasa mijozlar uchun 7.200.000 so'mdan qilib beramiz. Haqiqiy 9 ga 9 Lion brendi bo'ladi. Sifat kачестволari juda yaxshi. 5 qatorli frezerlari bo'ladi. Bundan keyingisi esa original motokultivatorimiz, mana o'zingiz bilasiz, Avangard brendiniki 600 ga 12 bo'ladi. Starterlik, katta akkumulyatorlar komplektiga bo'ladi. Og'irliklari ham mana ko'rishingiz mumkin. 190 motor, 2025-yil model. Kilogrammlariga keladigan bo'lsak, 185 kilogramm. Yerda jigarni sug'ura oladigan model desa ham bo'ladi. Avangard brendiniki 612 balon, 190 motor, 15 ot kuchlik. Narxiga keladigan bo'lsak, 8.700.000 so'mdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Endiki navbat traktorlar quroliga keladigan bo'lsak, Excalibur yangi viska LED faralar bilan kelgan. 186, 192 modellari bor. Dizelli bo'ladi. 90 gradusga buriladigan pachiniklar, 512 balon, starterlik. Narxi keladigan bo'lsak, dizelni 8.800 186si 9.500.000 so'm, 192si bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Zver motokultivatorimiz 612 balonlar pachinikli bo'ladi. Og'irliklari ham juda zo'r chiqqan. Sifat kачестволari juda a'lo. Kilogrammlari ham 146 kilogramm, 192 motor, 90 gradusga buriladi. Zver brendiniki. Narxlar keladigan bo'lsak, narxlarni 8.500.000 so'mdan bemalol biz filalarimizdan xarid qilib olsangiz bo'ladi. Sifatlari juda yaxshi. 5 qatorli frezerlar komplektida bo'ladi. Endiki navbat Hero Power dizel 186 modeli kelgan. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Kilogrammlari ham
o'ta kuchli, 174 kilogramm bo'lyapti. Propover 512 balon, 5 qator frezerlari bor. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 8800 dan qilib beramiz. Shunaqa turdagi motokultivatorlar kerak bo'lsa, bunaqa vodiy drobilkalarimizdan, Xitoy drobilkalaridan kerak bo'lsa, bemalol vodiy drobilkalarimiz 2500 dan, 4 kilovatligi 2700 dan 6,5 kilovatligi 16 ta pichoqdan 24 ta pichoqlikgacha bo'ladi. Sifat kачестволari yaxshi. Universalni Xitoy drobilkalarimiz bor. Narxlari 3,5 million so'mdan. Qizil, sariq svetlardan bor. 7 ot kuchlikda salerkaligi 5200 ming so'm. 173 motor, 4 qator frezer bo'ladi. Yashil, sariq, ko'k, qora svetlari bor. Narxi 5200 mingdan. Zver brendimiz 4 million so'mdan qilib beramiz. Faraligini Besparasi 3,5 million so'mdan. Alfa Grand 4 million so'mdan. Bo'lsa xalqimiz bilsin. Fora brendimiz bor. Fora 7 ot kuchlik 408 balonlik bo'ladi. Narxi 3600 ming so'mdan. Avangard o'naki 170 qora sveti 5200 ming so'm. Xromiki 7 ga 9 bestater balon pachinlikligi bo'ladi, 90 gradus buriladigan. Narxi keladigan bo'lsak 6 million so'mdan qilib beramiz. Zver 3,5 million so'mdan. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Sifatlari juda yaxshi. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Bizga beton mishalkalarimiz kelgan. 200 talik 180, 160, 200 taliklarining narxini 3,200 ming so'mdan, 180 taliklarga 2,800 ming so'm, 160 talik narsa 2,600 ming so'mdan bemalol beton mishalkalar bizning filiallardan xarid qilsangiz bo'ladi. Sifat, kачестволari juda yaxshi. Bizning do'konlarimizga mana bunaqa drobilkalarimiz ham kelgan. 6 pichoqliklar narxi 2,5 million so'mdan ko'rsalaringiz bo'ladi. Marhamat. 6 pichoqliklar narxi. Keyin esa lentishli drobilkalarimiz kelgan. Narxi 4 million 300 ming so'mdan lentalik bo'ladi. Makka tikishlarimiz kelgan 2,5 million so'mdan. Kattalari bor 3 million 200 ming so'mdan bo'ladi. Bu Xitoy ishlab chiqarilgan. Mana bular ham Xitoydagi bo'ladi. Mana bular esa vodiydan kelgan drobilkalar hisoblanadi. Shu turdagi drobilkalardan kerak bo'lsa, akajon buni keyingi navbat esa bizlarga mana bunaqa qishki sezonga, yozgi sezonga fasl tanlamaydigan original divjoklarimiz bor. 10,5 kilovatlik. Shunaqa divjoklardan kerak bo'lsa, moyshi, ham xonadon moykalarga ishlatiladigan pilesoslar kerak bo'lsa, benzopilalar kerak bo'lsa, moykalar uchun pena bachoklar eng original turdagi original divjoklardan kerak bo'ladi. Xohlagan turdagi mahsulotlar kerak bo'lsa, bizlarga aloqaga chiqib olasizlar. Mana suxoy tuman apparatlar, moykalar uchun karcherlar, kompressorlar, turli xil turdagi damashli karcherlar, marhamat ko'rishlaringiz mumkin, instrumentlar. Xohlagan turdagi narsalaringiz bizni do'konlarimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Benzopilalar turlari bilan xohlagan turingizdan bor. Xohlaganingizdan xolos pilesoslar. Bu tomonga o'tsak, yana divjoklar ketaveradi. 12,5 kilovat, 15 kilovat, original shurupyorlar, instrumentlar. Endi birdaniga olib hammasidan ko'rsatib o'tganim, kimga nimadir kerak bo'lsa, o'sha joyini screenshot qilib, bemalol ko'rib tashlasangiz ham bo'ladi. Xohlagan turdagi divjok, damashli karcherlar, burmashinkalar, ana ko'chat ekadigan bor-ku, instrumentlar, marhamat ko'rishingiz mumkin. Motorlar kerak bo'ladimi? Stabilizatorlar, svarishni apparatlar, kasilkalar, karcher pistoletlar, xohlagan turdagi stabilizatorlar eng oxirgi rusumdagi 223 fazalardan kerak bo'ladimi? Divjoklarda endi narsalarimiz ham bo'ladi. Turli xil turdagi assortiment. Marhamat, nasoslar katta ob'yomda, xohlagan turdan. Marhamat, bemalol kerak bo'lsa, Iniko firmani mahsulotlaridan bemalol aloqaga chiqarasizlar. Turli xil turdagi mahsulotlar, nasoslar, kompressorlar manzilimiz Surxondaryo Denov shahrida joylashgan.